Assalomu alaykum An-Nur kanali obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun kanalimizda noodatiy chiqishlardan birini qilyapmiz. Sababi bizning kanalimizda ko'pincha puskatel, relay yoki bo'lmasam elektromontaj ishlariga taalluqli bo'lgan ishlar qo'yilardi. Bu safar elektriklarimiz uchun, ya'ni hamkasblar uchun kichkina lifehack, agar qo'llashsa qulay narsa bu. Shuni o'rgatmoqchimiz. Dewalt firmasi ko'pi Brizon ishlaydi. Noqulaylik bor ozgina elektrikli uchun. Chunki buni bizani kuchlanishga tushmaydi ular. Bizda 220 bo'lsa, Amerikada Brizon. Bularning ko'pi hammasi Amerikani o'zi uchun ishlab chiqarilganlari 120 voltda ishlaydi. 120 voltda belgilab qo'yilgan. Shuni biz 220 da ishlaydigan qilib perdelka qilishimiz mumkin. Shunda bizga ham arzon tushadi, ham qulay tushadi. Sababi mana shu ko'rinishdagi kichkina stabilizatorlar ham bor. Bular 220 ni Brizon 120 qilib beradi. 220, 240 larni. 300 wattlik. Bu zaryadchilar uchun 300 watt ham bo'laveradi, 100 watt ham bo'laveradi, ishlayveradi ularda. Xo'p, bizda Dewalt firmasiga tegishli bo'lgan ikkita model bor. Bu ikkalasi DCB Briz 12, bunisi Briz 15 modeli. Bular nima farqi bor? Bular mana bunisi 2 amper zaryad beradi. Masalan, bizda akkumulyatorimiz 4 amper bo'ladigan bo'lsa, 2 amper bilan aynan mana shu akkumulyator 2 soatda zaryadini to'ldiradi. Briz 15 4 amper zaryad oqim bilan zaryadlaydi. Bu akkumulyatorni 1 soatda to'ldirib beradi. Agar 2 amperli akkumulyator bo'ladigan bo'lsa, yarim soatda to'ldirib beradi. Bu bistri zaryadka. Bu tezroq to'ldirib beradi zaryadkalarni. Bu 2 amper sal sekinroq to'ldiradi. Xo'p. Bizda Briz 12 ni masalan 2 amperda zaryad beradigan zaryadchiga 220 da ishlaydigan qilish uchun atigi ikkita dona narsa yetadi. Varistor bilan kondensator. Shu joyda ko'rsatib o'tib ketamiz. 100 mikrofarad 450 voltli kondensator ketadi. Varistorni aynan shu ko'rinishdagisini olasizlar. Mana. Endi aniq ko'rindi. Mana shunaqa 2 mm li drelga tushadigan sverlo kerak bo'ladi. Platani teshish uchun. Xo'p, birinchi biz siz bilan Briz 12 ni ochamiz. Men vaqtdan yutish maqsadida ochgan joylarimni, payt qilgan joylarimni ko'rsatmayman. Buni ham payt qilishim kerak. Mana bittasi hozir aytaman. Mana bunisi 220 ga perdelka qilib bo'lingan. Bu ishlaydi. 220 ga tiqib ishlatganman buni. Bunisi Brizonda turadi. Brizon hali perdelka qilmagan, shunchaki mana vilkasi o'zgartirib qo'yilgan. Hozir ichini ochib ikkalasini ham farqini ko'rsataman. Mana zaryadchilarni ikkalasini ham ochib oldik. Xo'p, ko'rib chiqamiz. Mana. Bizda bunisi perdelka qilingan, bunisi perdelka qilinmagan. Mana eskisidan biza eskisidan 200 volt 100 mikrofaradligi olingan. Mana xuddi shunaqa. Bu sxemasidan olingan, mana bundan olingan. Bu yangi qo'yilgan. Xo'p, agar siz Brizonga to'g'ridan to'g'ri ulaydigan bo'lsangiz, aynan mana kondensatori uchi ishib qoladi. Mana shu joyi ishib qoladi, ishdan chiqadi. Ko'tarilib qoladi. Kondensatorlarning kamchiligini shundan bilsa bo'ladi, ishib qolgan bo'ladi. Buzuq yoki butunligini bilish uchun. Xo'p, bizda mana agar ko'rib turgan bo'lsanglar, mana varistor qo'yilgan bu yerda. Bu yerda varistor qo'yilgan, bunisiga qo'yilmagan. Xo'p, keyin kondensator almashgan, bunisida o'zini eskisi turibdi. Kondensatorni mana hozir qo'yilganini olamiz. Tekshirib chiqamiz bitta-bitta. Qanaqa qilib ulanishini ko'rsataman sizlarga. Xo'p, mana kondensatorni minus tomoni
xuddi qanaqa turgan bo'lsa shundoq yechiladi. Qandoq turgan bo'lsa xuddi shundoq yechiladi. Yana xuddi shunaqa qilib joyiga qo'yiladi kondensator. Mana ikkita simi kirib ketayotgan joyi shunda orqasidan topib, mana kondensator bitta oyog'i bu bo'lgan. Xo'p, ikkinchisi mana bu bo'lgan. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. Hozirgi o'sha turgan kondensatori oyoqlari bittasi mana bu, bittasi bu. Shu joyini payalnida eritib, sekin tortib olinadi. Bu kondensator. Undan keyin o'sha biz olib kelgan 450 volt 100 megafaradli kondensator qo'yib, minusi transformator tomonga qarab turadi. Qo'yib payalnida yana payat qilinadi bu joyi. Keyin ikkinchisi varistor qo'yiladi. Mana varistor, konku. Ko'rib turgan bo'lsangiz, qora kondensator orqasida turibdi. Bu yoqda varistor yo'q mana. Bunda bor. Farqi sezilayotgandir o'zingizlarga ham. Bu 110 da ishlaydi. Mana bu 220 da. Mana varistorni biza bitta teshganmiz. Bittasi kirish kuchlanish tomoniga ulanadi. Xohlaganingizga, misol 0 fazami, uni anaqasi yo'q, o'zgaruvchan kuchlanishda keladi. Bittasi kirish kuchlanish tomoniga ulanadi, bittasi mana bu predahayntel bo'ladi bunda. Mana shu predahaynteldan chiqishiga ulanadi. Predahayntel kirishiga emasdi, chiqishiga ulanadi. Mana o'sha kirish kuchlanishiga bitta oyoq ulangan, ikkinchi oyog'i mana bu predahayntel ikkita tomoni bo'ladigan bo'lsa, mana platada ham ko'rinib turibdi. Bu davom etib ketadi. Bu shunday keladi. Bu orqali maminga o'tib, bundan keyin tarqaladi boshqa joylarga. Mana rezistorlar bilan. Varistor xuddi shu joyiga payat qilinadi, teshiladi. Shunga payat qilinadi, bittasi bunga payat qilinadi. Mana ikkita narsa bilan bitta 112 modeli DCB 112 modelli zaryadchigimizni 220 da ishlaydigan qilsa bo'ladi. Termistor qo'ysanglar bo'ladi. Yana termistorni mana J13 deb belgilab qo'yilgan joyi bor. O'sha J13 ga termistor qo'ysanglar bo'ladi. Men qo'ymaganman. Shart emas bu. Xo'p, buni tushundinglar. Endi biza bistri zaryadga qiladigan 115 modeliga o'tamiz. Buni joyiga qo'yamiz endi.